Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qavm qarindoshlar, jigarjonlar, barcha-barchalarga xayrli kun, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bugun mana shunday fayzli, mo'jaz bir xonadonning qirolichasi, malikasi Rahimaxon Hoji onami bugungi shukrona kunlari, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kunlari muborak bo'lsin. Abdullajon otamiz bilan birgalikda qo'shiq qarsinlar, farzandlarning baxti kamollarini ko'rsinlar. Mana shu xonadonlarda faqat yaxshi kun bo'lsin. Ana shunday baxtli kunlarda kelib xizmat qilishdan biz ham hech qachon charchamaylik. Bugun qirolichamiz Hoji onamni tabriklash vaqti mehribon farzandlarning nomlaridan nasib qilgandan juda ham boshimiz osmonga yetdi va bugun surpriz loyihasi yigitlarni mana shu dargohga kelishimizga sababchi bo'lgan inson onamning musofir farzandlari, qizlari E'zozxon opamizning nomlaridan ham bugungi shaxs ayyomingizdan, tug'ilgan kuningizni tabriklaymiz. Hayotingizda faqat shunaqangi xursandchilik kunlar, baxtli kunlar ko'p bo'lsin. Albatta, bugungi oqshomimizni malikasini tabriklash uchun mehribon jigarlariga, Hoji onamizga va qolsa aka-singillarga